Sotuvi hit prodaja bo'lishi kutilayotgan Leapmotor D19 modeli вообще o'zgacha. Tokda 720 km yurar ekan. Bunaqa crossover mashinalarning to'liq elektr varianti umuman yo'q. Gibrid variantida esa 500 km tokda 900 km 1000 km atrofida benzinda 1400-1500 km. Gibrid varianti 720 km elektr varianti. Zapas xodlari juda ham zo'r. Mana ishlarni ko'rish mumkin. Orqa shtorkalari bor. Siklopodiyomniklari, monitorlari ham juda ham katta. Boya aytib o'tgandek mana bu samolyot anaqalardan o'g'irlashibdi. Gap yo'q. Monitorlari ham juda ham katta. Joylari qulay, ko'za sifatlari har doimgidek Leapmotorniki zo'r. Orqa sidenalari ko'rishini ko'rsanglar juda ham zo'r. Mana orqa anaqalarida necha foiz zaryadga o'tganigacha ham ko'rsatib turar ekan. Zaryadga to'layotgan payt. Juda ham aqlli, juda ham aqlli. Zo'r. Bular yana bu narsalarni qo'yishdi. Mashinaga o'tirganda, turganda juda ham qulay. Ham dizaynlari ham mamlakatlarni yog'ochdan ishlashibdi. Juda ham chiroyli. Ishlari keng. Kattaliklari ham ancha katta. Depal S09 bilan razmer teng desa ham bo'ladi. Chunki Depal S09, Lichang L9, L7 hech qaysi birida birontasida to'liq elektr varianti yo'q. Shu bo'yicha ancha qiynalganmiz. Ko'p klientlarga to'liq elektr qilib bergani. Mana yechimi Leapmotor D19.